Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishga bilan qarshi olamiz. Xitoy doiralari chet el muxbirlarini saxt sahna bilan aldab kelmoqda. Xitoyning atalmış 26 turlik tadbiri Tayvanning tanqidiga uchradi. Farzandlaridan ayrilgan onalarning ko'zlaridan yosh qo'rimadi. Kitobning hayotimizdagi ahamiyati. Tövəndə ixtilaf xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarını bolsun. Erkin Asiya Radyosu xəbərdə Xitay dairələrinin 3 milyondan artıq Uyğur və başqa musulman xalqını lagerlarga qamağanlığı, Şərq Türkistanı üstü uçuq türməyə aylandırışı xalqarada qolğul qozğandan keyin xalqaralıq cəmaət fikrinin besimə uçurğan Xitay hökuməti ötən ilin axırlarından başlap bir qancha növbət chet el ziyorat öməklərinin Şərq Türkistanda ziyorat və təkşürüşdə buluşuğa yol qoyğan. Amma bu öməklər asasən Xitayning xalqara sahnasidagi ittifoqdaş dövlətlərdən təşkillanğan olub, ularni asosliqi oldin tayyorlagan saxta bir qism kasbiy tarbiyalash o'rinlari və bir qism masjidlarni ziyorat qilishga o'rlashtirganligi ma'lum. Erkin Asiya Radyosu'nun ziyaretini qabul qilgan o'zining lager ichi va sirtidagi kashmishlar haqida ma'lumot berayotgan lager shohidi Zumrat Davud ilgari Xitoy hukumatining Uyg'urlarning diniy erkinlikdan bahramand bo'lib yashayotganligini ko'rsatish uchun o'z mahallasi, ya'ni Urumchi iqtisodiy texnik taraqqiyot rayonidagi Ko'kterak masjidini chet el ziyorat o'miki ko'rsatib, saxta maydon hozirlaganlik jarayonini anglatgan. Zumrat Davudning aslab o'tishicha 2018 dekabr oyining oxiri bir kunida dadasini yo'qlab uyga kirishi, mahalla soqchixonasidan 2 soqchi va mahalla komitetidagilar bo'lib 7 odamning uyidan uzab chiqishiga to'g'ri kelgan. Ularning chiqib ketishiga dadasining beshini tutib o'ltirib qolganligini ko'rgan Zumrat Davud, yana birarimizni lagerga qilib ketgil kelganmidi deb ansirab qo'rqinish ichida so'rag'anida dadasi ko'zlariga yosh elib, "Ati chet eldan tekshiruvchilar mahalla masjidimizda ziyorat bo'ladi ekan. Shunga ati butun kun masjidda namoz o'qinglar. Ati kimki bir vaqt namozni masjidga kirib o'qisa, bir vaqt namozga 20 yuan berimiz. Sizlar cho'qim 5 vaqt namozning hammasida masjidda bo'lsalar. Mana bu silning deb bir konvertni unumay tutqizib qo'ydi. Yana texi atsildan gap so'rab qolsa, hukumatimiz bak yaxshi. Islomga hech qanday chek qo'ygun yo'q. 5 vaqt azon ovozini anglab turmiz. Masjidimiz har vaqt ochiq deb qo'ysalar. Ati sapning oldida saqilib ola, sapning keynida saqil yo'qlar o'ltirsin deb chiqib ketdi deb yig'lab ketgan dedi. Dadasi gap qilolmay hasratli ko'zlariga yosh elib, qo'lidagi konvertni uningga uzatgan. Konvert ichiga 100 yuan silingan bo'lib, xo'rliqda qolgan bu oti bola majburiy namoz o'qish uchun berilgan harom pulni yo tashib etishni yo sadiq qilishni bilmay intayin beharom bo'lgan. Ko'kterak masjidi 1994-yili mahalladagi ommaning pul chiqarishi bilan Davud Abdurahmon hojimning qiynatisi, danglik xoniqa ustasi Zunun Oquni taklif qilib soldirgan bo'lib, Urumchidagi cho'ng masjidlardan biri sanaladi. Bir yildan ortiq taqab qo'yilgan Ko'kterak masjidi doiralar shu qatim chet el ziyoratchilarga sahna hozirlash uchun boshqadan tozalab, mahalladagi jamoatni uyma-uy kirib namozni masjidda o'qish uchun buyruq tushirgan va Ko'kterak masjidida bir vaqt namoz o'qisa 20 yuan hisoblash puli tarqatgan ekan. 4 noyabr kuni Xitoy Davlat ishlar ministerligi Tayvan ishxonasi, Davlat taraqqiyot va islohot komiteti, iqtisod sud tashkiloti qatorliq 20 munosabatlik organ Tayvanga qarata 26 turlik ikki qirg'oqning iqtisod va madaniyat almashtirish hamkorlikni yanada ilgari surish haqidagi tadbirini e'lon qilib, darhol kuchga ega bo'ladiganligini uqtirgan. Tayvan prezident mahkamasining bayonotchisi buning amaliyotda bir davlatda ikki xil tuzum bo'lishining Tayvan loyihasi ekanligini, buning Tayvan jamiyatini bo'lib, tayvanliklarning psixikasini qalayimqon qiladiganligini bildirdi. Hong Kongda davolg'ish yuz berayotgan jiddiy vaziyatda Xitoyning Tayvanga qarata bunday bir tadbirni yo'l qo'yishining nima maqsadi borligi va qanday unum hosil qiladiganligi diqqat tortdi. Mazkur 26 turlik tadbir ikki qismga ayrilgan bo'lib, biri Tayvan korxonalarini teng darajalik muomala bilan ta'minlashga aloqador 13 turlik tadbir. Bular Tayvan mablag' solgan korxonalarning teng darajada muhim texnik ta'minlash, 5G to'ri, aylanma iqtisod, xalq avasiyasi qatorliq mablag' qurilishlarida teng darajalik muomalaga erishishi, yerlikning Tayvan mablag' solgan korxonalarini siyosat jihatdan qo'llashi qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Qolgan 13 turi atalmış Tayvan qarindoshlarga teng darajalik muomala qilishga aloqador bo'lib, Tayvanlik qarindoshlar Xitoy Xalq Jumhuriyatining chet elda turishliq diplomatiya organlaridan qo'g'dinish va yordam talab qilsa, sayohat belgisi iltimos qilsa bo'ladi degan mazmunlarni o'z ichiga olgan. Tayvan markaziy agentligining xabar qilishicha, Tayvan prezident mahkamasining bayonotchisi Deng Yuangong buningga qarata ikki tarafning 10 yo'linishlik almashtirish ilib boradiganligini, teng darajada o'zaro manfaat yetkazadiganligini, lekin Tayvanga e'tibor berish deb atalmaslik kerakligini, buning amaliyotda Tayvanni tushab qo'yish ekanligini, mayli 31 turlik bo'lsin yoki 26 turlik bo'lsin, o'tmishdagi tajribalardan qaraganda amaliyotda uning unumining cheklik ekanligini, Tayvan xalqiga haqiqiy naf kelmaydiganligini bildirgan. Tayvan tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi mazkur tadbirning 14-moddasidagi Tayvanlik qarindoshlar Xitoy Xalq Jumhuriyatining chet elda turishliq diplomatiya organlaridan qo'g'dinish va yordam talab qilsa, sayohat belgisi iltimos qilsa bo'ladi degan tadbirga qarata, Junxamingo Tayvan bo'lsa egilik huquq bir davlat. Davlatning fuqarolariga konsullik huquq yurgizishining Xitoy bilan aloqasi yo'q. Xitoy hukumatining vakolatan bajarib berishga ehtiyojli emas, havolimi qilmaydi deb qattiq raddiya bergan.
Taqqa ilib qichilgan farzandlar uchun Xalq Demokratiya Partiyasi viloyatlik sho'ba binosi oldida o'ltirib olish harakatini boshlagan Diyarbakırlik analar 2 oydan buyon faoliyatlarini izchil davomlashtirmoqda. Shundaqla qatnashgan oila soni 55 ga yetdi. Diyarbakırda Hajira Akar ana o'g'li Mehmet Akarning taqqa ilib qichilishida Xalq Demokratiyasi Partiyasining vositalik rol o'ynaganligini ilgari surib, partiyaning viloyatlik sho'ba binosi oldida 22 avgustda o'ltirib olish harakatini boshlagan edi. O'g'lini terrorning qurboni qilib etmaslik uchun boshlagan o'ltirib olish harakatining unumini ko'rmagan Hajar Akar ana qat'iy irodasi natijasida 24 avgustda o'g'li bilan didorlashgan edi. Hajira ananing o'g'li uchun qilgan ko'rishi uningga o'xshash azoblarni boshdan kechirgan, qalbiy farzand hasratida puchulangan boshqa onalarga ulgu bo'lgan edi. Kishilarning kitob o'qishdan bo'lgan maqsad g'oyalari o'xshash bo'lmaydi. Har kim har maqsad bilan kitob o'qiydi. Ammo kitob o'qishning asosiy g'oyalarini sanaganda tövendikidek bir qancha turlik bo'ladi. Birinchi, ibodat maqsadi bilan o'qish. Qur'on tilovat qilish va diniy kitoblarni o'qishga o'xshash. Bu musulmonlar uchun o'qishning eng sharafli va eng foydali turi hisoblanadi. Ikkinchi, muallimning topshirig'i bilan o'qish. Bu o'quvchilarning muallimlar tavsiya qilgan va darsliklarga munosabatli kitoblarni o'qiguniga o'xshash. Üçüncü, xizmat safosini o'stirish maqsadi bilan o'qish. Bu ishchi xizmatchilarning o'zining taxassusi va xizmat ehtiyojiga munosabatli kitoblarni o'qiguniga o'xshash. To'rtinchi, bilim saviyasini oshirish maqsadi bilan o'qish. Bu har kim o'zining ma'lumot doirasini kengaytirish va talantini yuksaltirish uchun xohlagan kitoblarni o'qiguniga o'xshash. Beshinchi, ma'lumotli bo'lish maqsadi bilan o'qish. Bu dunyoda bo'layotgan ishlardan, o'tmishlardan va yangiliklardan ma'lumotli bo'lish uchun kitob va gazet jurnal o'qiganga o'xshash. Kitob o'qish ruhning g'izosi, aqlning ochqichi, ma'rifatning kepilidir. O'qishning fazilati va uning sharafi uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tunji vahining o'qu degan buyruq bilan boshlanganligi yetarlikdir. Donolar deydiki, kitob muvaffaqiyat ochqichi, taraqqiyot ko'riki, qorong'u dilni yoritquchi mash'al. Kitob bilim xazinasi va tugamas boyliq, ma'naviy kuch, ruhiy uzuq va qanotdir. Sarxil kitob odamning aql parostini nurlantirdi, ma'naviyatini beyitidi, odamiylik safosini o'stirdi, kishiga xushallik beg'ishlaydi. Kitob o'qish, bilim o'rganish, bilimni to'liqlash, o'zini mukammallashtirishdir. Odam kitob o'qib dunyoni, tabiat sirlarini, qaynoq va murakkab turmush falsafasini, fikr qilish yo'lini, chillik bilan saxtalik, yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan razillikning farqini ayiradi. Fan texnik egallab, xizmat, ishlab chiqarish, texnik saviyasini o'stirish, jamiyat taraqqiyotiga yetishish, jamiyatga to'hfa qo'shish asosini turg'iza oladi. Kitob o'qib bilimni mustahkamlagan va kuchaytganlar hayot yo'lida kundan kunga ko'kliyalaydi. Bugungi madaniyat ajdodlarimizning avlodlar qoldirgan bilim va tajribalarining javhari. Uni egallash uchun kitob o'qish kerak. Kitob kishi qalbini aynan ko'rsatib beradigan aynak. Kitob o'qish orqali ruhimiz ko'tarilib, yashash irodamiz kuchaydi. Tushkunlashganda, zerikib his qilganda, mag'lubiyat kuchirganda kitob o'qisak, qalbimiz umid, ishonchga to'ladi. G'ayratimiz oshadi. Kitob o'qish yoki o'qimaslik millatning moddiy va ma'naviy safosiga ta'sir ko'rsatadi. Doim kitob o'qib turadiganlar bilan kitob o'qimaydiganlar o'rtasida muayyan ma'naviy safa farqi bo'ladi. Kitob o'qiganlarning aql buluqi ichiladi. Kitob o'qimaydiganlarning tafakkuri qatmal, fikri teyiz, chechilang'u turaqsiz bo'ladi. O'zining yetarsizligini bayqayolmaydi. Kitob o'qimaslik odamning psixik qurilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Kitob o'qish qizg'inligi yuqori odamda ilg'or psixik omillar bo'ladi. Kitob o'qimaydiganlar ko'p nisbatni egallaydigan millatning psixik qurilmasida nachar omillar, nodonlik, qaloqlik, xurofotlik, bekinmichilik, qashshoqlik, do'ramchilik, shuhratparastlik eg'ir bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.